yuzimga surtaysiz ekan, lekin topolmas ekansiz. Qadim zamonlarda, lekin bilmadim qaysi tomonlarda. Kunlardan bir kuni qozilik mahkamasiga ota bilan o'g'ilni olib kelishdi. Hammamiz ham bandamiz. Xatodan xoli emasmiz. Qozi ishni ko'rib chiqdi va xatolar isbotlangach hukm o'qidi. Ikkalasiga ham 10 darradan uring dedi. Avval otadan boshlashni buyurdi. Otani 10 darra urdilar. Or kuchlilik qildimi, tishini tishiga qo'yib chidadi, indamasdan kaltakni yedi. Navbat o'g'ilga yetganda bolasini har darra qamchi urishganda bolasini ingraganini eshitib ota chidab tura olmadi. Dod deb baqirdi. Shunda qozi aytdiki, "Hey, boya o'zingga bundan qattiq urganda dod demading. Bolangga urganda buncha dodlaysan" deganda ota shunday javob bergan ekan. Qozi janoblari boya teri go'shtimga urdinglar, endi jigarimga uryapsizlar. Men og'rig'iga chidolmayapman degan ekan. Ota hamma narsaga chidaydi. Tarixga bir nazar solsak, qancha urushlarda, janglarda hech narsani o'ziga olmagan ota bolasini ozginagina qiynalib qolganini ko'rib chidab tura olmas ekan. Ota qadriga ota bo'lganda yetar ekanmiz. Nima uchun otajonimizni yuzlariga ajin tushganligini, qo'llari qadoq bo'lganligini bola katta qilganda bilar ekanmiz. Yoshlar, farzandlar, biling otalar qadrini, otalar mehrini, otalar o'rnini. Shunday kunlar kelar ekan, qani men otajonim hayot bo'lsa ekan, bosgan izlarni yuzimga surtaysiz ekan, lekin topolmas ekansiz.